Ko'tandirimizdana yapılış jarayoni boshlandi. Birinchi nonimiz xudo xohlasa. Bismillah deb boshlaymiz birinchi nonimizni. Milik kalan noni. İkisi kalmayken bu kadir katta Kattaroq ekan bu. Yaptık. 4 minuta koyuverdik. Arka qarab soniydi bu. 4 minutda chiqadi. Hammasini graduslar şöyle düzülüp otomatik bir de signalizatsiya beradidan pishdi deganning tink tink tink. 35 daqiqada ikkita tushardi. 34 dan qilsanglarmi soatchani qarshi? Ikkita tushardi. Bunda 34 dan bo'lganda masalan 3 qator keladi-da. 105 bo'ladi bunaqasi. Darva açılan hamurumuz. Ventilatorini qo'shib olsa, bu yoqdan havosini arqadan chiqarib beradi o'zini o'zida. Juda yomon nima yo'q bo'lgan bu yerda. Bu tandirimizning eng kichkina varianti. Buni 15 kilovatlisi bu. 15, 18, 22, 28 va 32 kilovatlisi bor. Kattalar. Sayınız var mı? Arka görünüşü. Hayır. Argını urup argı eglendi akı. O tıkaç tutturup tap burası da bekleyesiz. Ay ikisini urup oturdu kara. Şu için argı eglendi. Tezlik aşırsanız tez çıkadan болады da. Lazım mı? 3 minutta болады. Hele 1 minutlamız var, 3 minutta çıktı. Birinci yapkı 2 nonimiz. Buna zaman. Ramina. Yine 1 minut bu. 3 minutta çıktı yine. Arkasını bir gözete verin. Arkasına eldin hem gözete verin. Çakma bir neze birim bunu. Eldine. İyi. Qanday bu non? Mana arkası bo'ladimi? To'xshatma. Endi buni biza nasib qilamiz. Benden mena. Endi nang hozir endi bo'ldi tur. Ya 4 minutda borgan. Genç bas jarayoni ketib turibdi. Bu 3 minutda chiqdi bu. Ya 4 minutda borgan. Ana 4 tanani taqma. Bir qarsak yapasın. Hı, 4 minutda uzib qo'ydik. O'zi signal bosdi, gözətdi. 3 minutda chiqdi da. Bazı katta o'g'ani uchun nonlarimiz 4-5 soat ketdi. Aslında 6 non sig'adidanmi? 15 kilovatligini. 18 kilovatligini esa 12 non sig'adi. Qarshi bosib berasizlar 4 minut. Iziga qarab sanab boshlaydi. 3 minutda chiqdimi? Qarang, keling, bu yer keling. İşte şurasılarmi? İşte qarang, yonib turibdi. To'xtatdi. To'kka tortyapti. O'shda ajratib qo'shib turinglar. Qo'shdi. Nonlarimizni har xil turda yasab yopib ko'ryapmiz. Sababi mana 4 dan qo'yib ko'rdik. Shoshmasdan, sekin yopib ko'rishyapti hozirgi paytda. Sababi farqini bilish uchun. O'zimizni oddiy o'zbekcha tandirimizdan hech qanday farqi yo'q. Qarang. Mana. Yonib o'chyapti o'zi. Ko'rasizmi? Mana yondi. Hozir o'chadi, qarab turing. Bu o'chadi, qarab turing buni. Ko'rdingmi, o'chdi. O'chgan payt qizil yonib turadi, yongan payt yashil yonib turadi. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Kerak paytda o'zingiz ventilyator yoqib o'chirib turasiz. Mabodo o'chirish tugaganda non tugadi bo'ldi degan payt bitta bossiz bo'ldi, o'chdi. Qaysi biri o'zimiz non tandiri chiqqan? Eko tandirdami yoki o'zimiz o'zbek tandirdami? Eko tandirdagi yaxshi chiqdi o'zimizga qaraganda. Hozir nimamiz hozir bolalar shoshilib qoldi. Faqat nonida gap yo'q. Xo'p, bu cho'rak nonimiz, bu patin nonimiz hech qanday issiq kuydirdi qo'lim to'g'risi. O'zimizni tandirda nima farqi bor?
fark yo'q почти. Adin Adina. birga bir. Endi bitta To'g'ri. tarafi. Bittadan savolda Ha. sizga. Nima qulayligi bor ekan buni? Endi tandirga qaraganda yaxshi, ayollar uchun yaxshi. Aha. Tandirga kirib yurmaydi. Aha. Sog'liq uchun, zreniya uchun hamma taraflama yaxshi. Bo'shkini Nonda qattiq gap emasmi? yo'q. Qattiq emasmi mana? Xo'p, mana qarang. Odamlar baribir o'zimizni tandir yaxshi, bu tandirda duxovka bu qotib qoladi deyapti. Hech qanday qotgan joyi yo'q mana. Hozir faqat qatgan joyi yo'q. Hozir svejiy chiqdi bu tandir nimada, eko tandirlardan. Xo'p. Gap yo'q. Aka bir sindirib yeb ko'ring endi o'zingiz. Boshlab bering. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Agarda Вообще gap yo'q. mana Zo'r. bu sinmayapti, bunday yirtilyapti, ko'rasizlarmi? Bu hech qanday qattiq emas. Odamlar endi har xil odamlar bor. Bizni nonimizni baribir o'xshata olmaydi bu tandir. Bizniki boshqacha bo'ladi deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Tandirdan ayirmasi yo'q. почти bir xil. Mehnati kam deng, Mehnati tandirga qaraganda kamroq. Mehnati kam, sog'likka zarari yo'q, insonga faqat yaxshilik qiladi. Nimagaki mehnat tomonlama ham issiqqa kirish yo'q. Eng ko'p muammolar ko'zda bo'ladi. Novvoylar, to'g'rimi? Novvoylar bir dardi bor. Novvoydan qiynaladi har doim. Non xonlarida bir dardi har doim novvoydan qiynaladi. Nimaga? Erkaklarni har xil nimasi bor, tashkili bo'ladi, yig'ini bo'ladi, to'yi bo'ladi. Agar to'ydan oldin bir kun oldin bo'lgan bo'lsa, ertalab tandir oldi kelgisi ham kelmaydi, to'g'rimi? Chunki issiqda bu. Mana endi buni ochgan paytda hech qanday issiq urmaydi, hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Endi erkaklar kerak bo'lmaydi. Ayollar ishlaveradi endi. Endi gap yo'q ekan, pechka, eko tandirlarni gap yo'q. Zo'r, молодец. Bizni ko'rayotgan erkaklar noto'g'ri tushunmanglar. Sizlarga qulay bo'lsin deb harakat qilyapmiz iloji boricha. Haligi novvoy erkaklar ham bemalol bu narsadan qo'rqmas, osa charchamasdan, horimasdan ishlab maza qiladi. Aka, nima deysiz? Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz, конечно. Eko tandirni sotib olinglar. Juda zo'r ekan, gap yo'q. Ukali xonlarimiz ham rahmat katta. Biz Sog' bo'linglar. zakaz qildik. Xitoydan oldirib berishdi. Keyin o'rnatdikina, молодец, gap yo'q. Birinchi nonlarni chiqardik Mana. probaga. Mana hech qanday muammosi yo'q. Churak nonimizni ham bitta yeb ko'ring endi, sindiring aka, shu joyida. Bismillahirrohmanirrohim. Nonlariga ham gap yo'q, zo'r. Bismillah. Oydekkina. Biz hozirgi kunda YouTube kanali uchun yangi birinchi marta video olyapmiz, xudo xolasa. Maqsadimiz O'zbekiston xalqiga yengillik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Xudo xolasa hamma manfaatdor bo'lsin bundan. Foyda ko'rsin, maza qilib foydalansa biz xursandmiz. Hostin Xorazm sizlar uchun har doim xizmatda. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib berdik-a? Ustunovga qilib berdik-a? Va'da ekanmi? Va'da. Boshqa bir bunaqa tandirlar qilayotganlardan iltimos qilamiz. Sababi imkon qadar xalq qiynamasdan o'zingiz olib borib o'rnatib bering iloji bo'lsa. Nimagaki bizga telefon qilishyapti, bizdan so'rashyapti. Biz ularnikiga javob bera olmaymiz. Nimagaki u birinchidan qo'l bola qilingan, ikkinchidan biz uni tushunmaymiz. Qayerda nima ashkasi borligini. Buni o'zingiz tok anaqasini ko'rdingiz-a, elektrический sistemasini. Har tomonlama mukammal ishlangan, hech qanday xavf xatar yo'q. Odamni nima deydi, bexavotir haligi ishlashga mo'ljallangan ekotandir bu. Xorazm Urganchdamiz, kelaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha Ellikqal'ada birinchi. mana Ellikqal'ada O'zini namoyish bering aka. Ellikqal'a, Ko'raman desalar. Ellikqal'a, Dumanqal'a, Ofi. Mhm. Dumanqal'a mahallasida joylashgan. Sentralniy yo'lni bo'yida. Aka, bitta savol. Agar mabodo shu Ellikqal'aning atrofidagilar kelib ko'raman desa ko'rsatasizmi? Ko'rsataveramiz, bez problema. Ha. Hech qanday muammo yo'q, ha? Muammo yo'q, kelib ko'r. Siri yo'q. Hech qanday siri yo'q. Kelib ko'raverasizlar. Ko'ring, yaxshi sotib olinglar. Gap yo'q pechkaga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Aka, tabriklaymiz. Rahmat. Bitta endi Hostin jamoat duo qilib bering bitta aka. Qo'shimchalarga kuch-quvvat Amin. topib qolamiz, ammo yaxshi kunlarga, to'ylarga bo'lsin. Allohu akbar. Aka, hammaga xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bizni ko'rayotganlar pastdagi raqamdagi aloqaga chiqing, o'zim sizga to'liq ma'lumot beraman. Bemalol.